Abduvohid esa qaytaraman deyapti. Va gol urmoqda. 1-0 Venesuela oldinda. Ne'matov boshqa tomonga tashlandi, Salomon Rondon esa boshqa tomonga zarba yo'lladi. Tajriba o'z so'zini aytdi. Yanli birinchi bo'lib gol o'tkazib borganimiz ayniqsa o'zi aytgan shekilli men boshlab beraman degan. Xo'sh. Zarba va gol. Biroz qoldi ammo Lekin sovuqqon zarba bo'ldi. Burchakka aniq qo'rqib turgandim. Jose Contreras yana yo'nalishni topib, o'zi o'yin mobaynida ishlatdi-ku, olmas ekan bu darvozabonni. Shunaqa yana to'pni egallab olsa zarbani ham olmas ekanda. Hop, voy salqildi. Yo'nalishni topdi. Nima o'ylashimiz mumkin? Sherzod Temirov. Temirov kuchli zarba yo'llamoqchi. Hop, Wow, aniq gol. Darvozabonni bu tomonga ag'dardi. Olmasni. Olmas ekan. Sosa. Yasha. Senda shu qaytarish asosi borligini biladi. Sosan teskarisi asosi. Ne'matovdan chiroyli sev. O'zini ham tanishtirib qo'yadi hozir menimcha darvozabonga, Barselona darvozaboniga. Shurmatov zarba va gol. Hamma o'sha tomonga kelyapti va bu menimcha murabbiyning ko'rsatmasi. 10 ga teplaring, shu 10 bilan boshlasalar ishlaring yurishadi deb uydan 10 qo'yoq bilan chiqish kerak deylik. Chiqyapti hozir. Teo Quintero. Bular chap tomonga tepyapti-yu. Ne'matov bilyapti. Abduvohid. Bala. Voy. Qattiq tepdi. Juda kuchli tep. Bir yoqimli his bo'ladi. Jamoa lideri Shukurov. Jose Contreras unga qarshi Otabek Shukurov zarba va gol. Hamma shu tomonga. 10. Duo qildi. 10. Yaxshi ham mana bu o'yindagi olmos taraflarda o'zi o'yin bor. Kanaveram turishib. Inter Miami vakiliga qaytarsa, Ha. FIFA Series chempioniga aylanamiz. Zarba. Hammasi yaxshi debdi, lekin qolganlar. Akmal Mazgavoy. Xo'p. Akmal Zarba. bitta chapga tepdi va shu bilan tugadi o'yin. Va biz yana bir turnirning g'olibiga aylanyapmiz. Juda ham aqlli zarbalar. Va o'yin tomonga kelib quchoqlayotganda